qarzdor odam bor, yordamga muhtoj bo'lgan odam bor. Yordaming tegdi, foydang tegdi. Xursand bo'l birodar. Chunki Robbing sendan rozi bo'ldi mana shu ishingdan. Iza aradallohu bi abdin khayran sayyara hawaijan nasi ilayhi. Anas roziyallohu anhudan Jami' Sag'irdan. Hadis qarang. Agar Alloh taolo bir bandaga yaxshilikni ravo ko'rgan bo'lsa, odamlarning hojatlarini unga ro'baro qilib qo'yadi. Odamlarning hojatini ravo qiladigan qilib qo'yadi bir bandani, agar Alloh uni yaxshi ko'rgan bo'lsa. Shunday odamlar bor, hech kimga foydasi yo'q. Na mahallasiga, na qo'shnisiga, na oshna-og'anisiga, na qarindoshiga. Faqat o'zi uchun yashaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, mana shu mavzuda yana albatta odamlar orasida yaxshilikni ochadigan, yomonlikni berkitadigan odamlar bor. Yana shunaqalar borki, yomonlikni ochadigan, yaxshilikni bekitadigan odamlar bor. Yaxshilik kalitlarini qo'liga berib qo'ygan kishiga tubo jannati bo'lsin. Yomonlik kalitlarini qo'liga berilgan kishilarga vayl bo'lsin deb payg'ambarimiz. Qarangda, siz hayotda yaxshi ishlarda amalga oshishiga xizmat qilyapsizmi? Yoki odamlarga yomonlik yetadigan ishlarni qilishlikami? Biroda onasi vafot etdi, janozasiga bordik. Ko'mib bo'lgandan keyin 80 dan o'tib qolgan otasi yig'ilib turib aytayapti. Shu xotin bilan falon yil turmush qurdik, yashadik. Bir marta meni achchig'imga tekkan emas. Biron kecha xotinimdan g'azablanib uxlagan emasman. Ya'ni kimdir aytishi mumkin. Xotinim bilan yashayotganim yomonchi yil bo'ldi, biror kun janjal bo'lmagan kunimiz. Boyaga kampir onaga Allohning rahmati bo'lsin. Keyingi yashayotganlarga Alloh taoloning hidoyati bo'lsin, birodarlar.